안녕하세요, 사모님. 나 엄마한테 사람들 욕하는 거 싫어. Hi guys, salom yaxshilar. Bugun sizlarga koreyskiy ko'k piyozli blinchki qilishni o'rgataman. Ketdik. Buning uchun bizga ko'k piyoz shunaqa qilib to'g'rab olasizlar. Xohlasanglar qabachok solinglar, xohlasanglar solmanglar. Shunaqa qilib salomga qilib to'g'rab olasizlar. Buning ichiga xohlasanglar krevetka solsanglar bo'ladi, xohlasanglar solmasanglar bo'ladi. Prosta mana shu ko'k piyozdan o'zidan ham qilsanglar bo'ladi. Hech narsa solmasdan yanada mazaliroq chiqadi. Qaynonam ko'k piyozli blinchikni makkolli bilan ichish kerak, yeyish kerak dedilar. Shuning uchun makkolliga ketyapman. Ketu. Makkolli bu karislarni arog'i oq rangda bo'ladi. U asosan guruchdan tayyorlanadi. Koreada yomg'ir yog'sa, ko'pchilik shunaqa blinchik bilan makkolli yeydi. Qaynonam bitta makkolli, 6 ta piva va 2 ta soju olib kelishdi. Birinchi qana ko'tarib boraman. 쓴다 나도. 간장 그 고추 우러난 국물 다. 대통령 때문에 사람들 많아서 지하철. 난 아니야. 뭘 다 못 먹지. 난 지금 남을 것만. 너무 웃겨. 하지도 않아. 얘 쓰고 막 있어주려. 안녕하세요, 사모님. 나 엄마한테 사람들 욕하는 거 싫어. Hi guys, salom yaxshilar. Bugun sizlarga koreyskiy ko'k piyozli blinchki qilishni o'rgataman. Ketdik. Buning uchun bizga ko'k piyoz shunaqa qilib to'g'rab olasizlar. Xohlasanglar qabachok solinglar, xohlasanglar solmanglar. Shunaqa qilib salomga qilib to'g'rab olasizlar. Buning ichiga xohlasanglar krevetka solsanglar bo'ladi, xohlasanglar solmasanglar bo'ladi. Prosta